Ya do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Do'stim, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamas. Qandaysiz? Ha, bu hayol surib o'ylanib boshlarda. Ko'rmaysan, ota-onamni umraga jo'natay deb ishonchli bo'lgan, hojiboshiga ega bo'lgan firmani topolmayapman-da. Atiya Qorasuvdan O'shga chiqdim do'stim. Ya do'stim, sizga xabaringiz yo'qmi? Nimadan? Shu O'shda Qurmanjon Davlat ko'chasida o'zimizni Qorasuvdan Oyatullo do'stimiz shu Fajr Travel firmasida xizmat ko'rsatadi-yu. Bilmayman ekan, adresini bilasizmi? Bilaman do'stim, siz yuring olib boraman. Boringchi Bilmaysiz ekansiz, yuring. Mana do'stim, Fajr Travel firmasi, mana shu do'stimizni mana shu ofisi bo'ladi. Qarang, hozir o'zidan kirib, surishtirib, Mayli. bemalol shart-sharoitini so'rab sizga bilib beramiz. Bismillah. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Do'stim, yaxshimisiz? Abdulaziz, yaxshimisiz? Mirzohidjon, yaxshimisan? O'tiringlar. Xush kelibsizlar. Xush ko'rdik. Salomatmisizlar? Ibodlar bo'lyaptimi? Charchamasizlarmi? Alhamdulillah. Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Alhamdulillah, rahmat. Biz taraflarga. Bu do'stimiz bo'lmaganda meni o'tib ketardi ekan, bilmasdim ekan siz haqingizda. Inshaalloh. Ma'lumotlarga ega emas ekanmiz. Biz menga o'xshagan Qorasuvda shuncha odamlar siz haqingizda bilmaydi do'stim. Ha, subhanalloh. Shu narsaga ko'p biz stalkivitsa qilyapmiz. Shu o'z haqingizda bir ma'lumot bersangiz. O'zim haqimdami? Ha. Xo'p, meni atim Oyatullo Usmonov. Qorasuv shahridan, Qorasuv farzandiman. Fajr Travel firmasida ish faoliyat olib boraman. Bu umra sohasida 21-yildan beri xudo xolasa taqriban o'sha mana 5-6 yil vaqt bo'lib qoldi. Inshaalloh shu umra sferasida yuribmiz. Ziyoratchilarga xizmatini qilib inshaalloh. Qisqacha shu firmamiz haqida. Fajr firmasi akkreditatsiyadan o'tgan, davlat ro'yxatida turadi. Birinchilardan bo'lib sertifikatlarni qo'lga kiritganmiz. Hammasi legalni davlatni ro'yxatida turamiz. Reyslarimizga keladigan bo'lsak, bu Fajr firmamizda dekabr, noyabr oylariga hamma kuniga reyslarimiz bor. Xossatan o'zim reysim, o'zim uchib ketadigan, o'zim boshchiligimdagi 9-dekabrga xudo xolasa umra safariga yo'lga chiqyapmiz inshaalloh. Shart-sharoitlar haqida, narx-navo haqida bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, shart-sharoitlarimiz juda ham yaxshi. 3 mahal ovqati Makka Mukarrama shahrida, Madina Munavvarada 2 mahal ovqatlarimiz, Jiddaga sayohatlarimiz, Rojihiyda ziyofatlarimiz, xurmo bog'lariga olib borish, qurbon zavodlari bo'ladimi? Xossada hammasi juda ham yaxshi. O'zimiz eng glavnisi o'zimiz qaytadan umra qildirib, birgalashib yana umra qilib, bir marta emas, bir necha marta umralar qildiramiz o'zimiz. Inshaalloh xizmatlarimizda borganlar hammasi bilishadi, alhamdulillah. Narxlari hamyonbop. Telefon qilsa kelishamiz. Xudo xolasa birovda xafa qilib qo'ymaymiz. Inshaalloh shunaqa. Do'stim, Mashalloh. Xudo xolasa. Yaxshi, xudo xolasa xalqqa manfaatli bo'ldi. Inshaalloh. Mana do'stlar, firma haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik. Endi manzillarimizni aytib o'tsak, manzillarimiz Qurmanjon Datqa ko'chasi 511/1. Mana Do'stlik Kurgavoyidan Qurmanjon Datqa ko'chasiga kirganda Americano pizza to'g'risida mana joylashgan. Do'stlar, kimda kim borishga niyat qilganlar bo'lsa, kommentga amin deb qo'yinglar. Hammamiz ashulalarga borishlik nasib qilsin do'stlar. Jariya KG va Universal KG sizlarga xizmatinglarda. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.